sizda bolajonni yuragida giperxogenniy fokus ko'rsam, mana bu oq dog'chani ko'rsam, o'sha srokda bolani yuragi yana ham yaxshi ko'rinadi menga. Bu giperxogenniy fokus faqat marker, qandaydir nuqson bo'lishi mumkin degani, lekin bitta o'zi hech narsani bildirmaydi. Mana shu srokda chaqirganimni sababi yuragini ichida nuqson bor yoki yo'qligini ko'rib olish uchun qulay vaqt. Hozir tekshirib ko'rdim, bolajoningizning yuragida hech qanday nuqsoni yo'q. Xavotir olmang. Shuning uchun mana bu bittagina oq dog'imizdan qo'rqmasak ham bo'ladi. Хорошо? Aynan shu uchun, shu srokingizda yaxshi ko'ringanligi uchun chaqiruvdim-da sizni. O'sha ravishni ko'rib chaqirdim. Mana qarang. Joyida. Bu bir o'zi yomon belgi hisoblanmaydi, qo'rqmang. Boshqa hech qanaqangi muammolar bo'lmaganligi uchun bizga bu ahamiyatsiz bo'lgan soha. Хорошо, jonsiz qo'rqmaymiz shu uchun.